Da qo'shnidan pul qarz etdi. Ajab qo'yvajimi buniki. Apa, shuncha aldirash kasini deb ekansiz. Shu jiddiy nima ishyapti? Bolam yerlik tuxumdan bir 30-40 yig'ilib qolibdi-ku. Xotinning buydi emasmi? Og'ach ketamki deb shunga telefon qilgan. Apa, u tuxumni o'zingiz jang. Bu shahar deganing haqandan narsa setib olib bo'ladi. Bolam, sana da aytgan bir gap bordi. Nimaga? Dengami o'g'lingiz o'g'andiki? Otang ma yaqin doktorxonada yetib qolgan. Shu vaqtda ma qo'shnimizdan 2 ming qo'yib pul olib chiqib qo'ygan. Shu pulni bergan suylab kiribdi. Yaningda pul bor 2 ming qo'yib pul berib turgan bo'lsang, men tugitib tursak, sening pulingga paxta setib berib varsam deb shunga. Nima deganingiz bu apa? Otam og'rib qopdimi? Mushunda cho'ng ishni nima qilib bizga demaysiz? Tek qo'shnidan pul so'rab yurdingizmi? Men sizning o'g'lingiz jumi. Unda tortinib yugucha qo'shnining yana kirib yugucha, menga o'dil desiz bo'lmadimi? Nasibdami? Naq pul ekanmay qilibdimi apa? Men dikkini berib naq pul ekilay, ya? Bolam, yaningda bo'lmay qolsa men belakan amal qilay. Yo'q. Birdan saqlab turing, men hozir kelib jumi. Xotin. Menga 2 ming qo'y naq pul olib chiqib beringlar. 2 ming qo'y? Uni nima qilasiz? Bizmi xabarsiz turib qopdimiz. Men otam doktorxonada yetib qopdi qaram. Opam bizga demay, qo'shnilardan 2 ming qo'y pul qazib dadam doktorxonaga olib ketgan. Hozir shu qo'shnilarga 2 ming qo'y pul lozim bo'lib qoldi deb opamni suylab turyapti. 2 ming qo'y pulni chiqib bersangiz, shularning qazini to'layotgili. Nima? Dadam og'rib yetib qopdi? Bizga bir og'izmi tilib qo'ymabdi ajabbi. Da qo'shnidan pul qarz etdi. Ajab qo'yvajimi buniki. Belki baş kimdim dadam qağaş ketdi, aldın qatım. Oy, qani u? Charchigan vaqtingizda yoki quvvatli tamoq iste'mol qilgan vaqtingizda Kevsarning 20% gazliq limon ichimligini yeningizdan ayirmang. Kevsar şirketining yangidan bozorga solingan 20% gazliq ana suyi biz xonim-qizlarning eng yaxshi tanlashi bo'la oladi. Hey Bekirjon. Nimancha aldiraysiz? Ilova pulni. Xotin, bu Men uyga kirib pul olib chiqib bo'lg'ich birdan da ketibsiz. Meni ochig'im kelgan yeri, shunchalar cho'ng'ishni nima qilib bizga bir og'izmi tilibmi qo'ymaydi? Mau 20 ming qo'y pul, 2 ming qo'y pulni qo'shnidan olgan pulni qaytarib olsin, 18 ming qo'yni opam endi saqlab qo'ysin. Yana bir oy shulab qilib qolsa lozim bo'ldi. rahmat xotin. Bayatim men sizga xato tushunib qopdim. Dadamning asli vafodar o'g'illarli bormikin desam, yana sizga o'xshash vafodar kelinim bor ekan. Istagan bir oylik ishlar tursak, shuningga shuncha takalluf qilib ketibsiz. Ota-onamni berish deganning biz farzandiniki burchi. Shular meni ota-onam bilan o'xshash tursa. Xotin, unda o'z ma'qulni opamga yana o'zingni beringlar. Mening berganimdan sizning berganingiz yaxshi. Men dadamni yo'qlab keldi. Apa? Dadam og'rib qolsa, shunchalar cho'ng'ishni nima qilib bizga demaysiz? Hem de biz turib qo'shnidan pul so'rab yuribsiz. Ilg'ama pulni. Buningdan keyin har qanday ish bo'lsa boshqalariz demay bizga dang apa. Kelinim, pulchiqli pulkina bu. Apa, bu pul chiqmas. Meni ening sep qo'yam. 2 ming qo'yni men qo'shnimizga qaytarib o'ting. Qolgan 18 ming qo'y pulni saqlab qo'ying. Yeningizda pul chiqraq tursa, ko'nglingiz to'q turib apa. Buning ustiga otam bilan ikkinglar meni beqib cho'ng'ich oz jafo chekmadinglar. Shaharga ikkita yashab birlik turdi desam, asli unutmadinglar. Hem qandoq bo'lmish bola bo'lgandan keyin bunchalik bo'lsin vafodorlik yetkazamiz. Buni xotirjam hajlang, yetmay qolib qolsa, biz yana bor. Bizning umrimizda otam bilan ikkingni tiningni salomat saqlab turib bersanglar, biz uchun eng cho'ng xo'shallik shu apa. Men dadam qaqash keldim apa, issiq saqlash gibi. Rahmat, bolam, rahmat. O'g'limni kapslab oldirim. Bugun ketmanglar. Men o'z qo'lim bilan lagmin etib beray. Yavilib on ketdinglar. Mening sizning lag'miningizni jigim kelib turgan apa. Ishni qilaylik. Me'lam bismillah menga ham yo'g'ray. Naql. Yuqorqi filmimizni yoqtirdingizmi? Yoqtirgan bo'lsangiz, haqsiz yurakdan bir tal bergandan boshqa, yandagi qizlarni qo'shib qo'ygansiz, bizni qo'shib qo'ying.